Epstein. Butun tarmoqlarda urushlar va trendlar qolib, Epsteinning qora qutisidagi zo'ravonlikka uchragan qizlar haqida video ma'lumotlar tarqalmoqda. Xo'sh, Epstein o'zi kim? Uning oroliga borib qaytib kelmagan begunoh qizlar taqdiri nima bo'lgan? Bugun Epsteinning qora qutisi, ya'ni boylik, sirlar va millionlab dollarlar ortida yotgan ayanchli hikoyalar ochiladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang. Jeffrey Epstein yahudiylar oilasida tug'ilgan va o'z oroliga ega bo'lgan, shuningdek 1953-yilda tug'ilgan qo'shtirnoq ichidagi shaxslardan biri bo'lgan. Jeffrey bir muddat o'qituvchilik qilib ko'radi, biroq maktabdan haydalgach moliya, bank tizimida ishlashga qaror qiladi. Moliyachilikda ham nimanidir qoyillatgani aniq emas, lekin Amerikaga tegishli Virjiniya orollarida shaxsiy orol sotib olish uchun yetarli pul topa olgan. Bu orolning nomi ham bor, lekin uni Epstein oroli deb atashadi. Epstein bu oroldagi hashamatli villasida fohishabozlik bilan, ayniqsa voyaga yetmagan qizlarni jinsiy zo'rlash bilan shug'ullangan. Bugun butun Amerikani larzaga solgan bu shaxs aldangan qizlarga pul bergan, qimmat sovg'alar bilan ishontirgan, o'qish uchun ham to'lov qilgan. Shuningdek, ularga yosh dugonalarni villaga kelishga ko'ndirish evaziga pul taklif qilgan. Natijada u o'ziga xos jinoyat piramidasini shakllantirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Epstein villasiga olib borilgan ayollar soni 1000 dan oshgan. Ularning katta qismi voyaga yetmagan qizlar bo'lgan. Millioner uzoq yillar davomida bu ishlarni hech kimga bildirmasdan amalga oshirib kelgan. Ammo 2005-yilda politsiya uning faoliyatiga jiddiy e'tibor qarata boshlagan. O'shanda 14 yoshli qizning ota-onasi politsiyaga murojaat qilgan. Qizning ko'rsatmalari asosida Epstein oroliga olib borilib, jinsiy zo'ravonlikka uchragan. Kamida 36 nafar 14 yoshli qiz aniqlanadi. Biroq ish jiddiy ko'rilmaydi. Epstein atigi 13 oy qamoq jazosiga hukm qilinadi va unga erkin yurib, ishini davom ettirish imkoniyati beriladi. Amalda esa yuzlab bolalarni jinsiy maqsadlarda ishlatgan shaxs deyarli jazosiz qoladi. Keyingi 14 yil davomida Epstein hashamatli va beparvo hayot kechiradi. Unga hech kim qarshi chiqmaydi. Bu davrda u yana yuzlab voyaga yetmagan qizlarni oroliga olib borib, ularni amalda qulga aylantiradi. 2019-yilga kelib Epstein nihoyat qamoqqa olinadi. Unga voyaga yetmagan bolalarni jinsiy ekspluatatsiya qilish ayblovi qo'yiladi. 2019-yil iyul oyida qamalgan pedofil 2 oy o'tib o'z kamerasida o'lik holda topiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u o'z joniga qasd qilgan. Biroq bir guruh sud-tibbiy mutaxassislar bu fikrga shubha bildiradi va 2019-yilga kelib Epsteinni qamoqqa olishadi. Joriy yilning 30-yanvar kuni AQSh Adliya vazirligi bir vaqtlar boy va ta'sirchan moliyachi bo'lgan. Keyinchalik esa jinsiy jinoyatlar uchun sudlangan va qamoqda vafot etgan Jeffrey Epstein ishiga oid navbatdagi hujjatlar to'plamini e'lon qildi. Bu Epstein ishi bo'yicha eng katta arxiv bo'lib, unda 3 milliondan ortiq sahifa mavjud. Adliya vazirligi bayonotiga ko'ra, bu so'nggi reliz bo'lib, endi yangi hujjatlar chop etilmaydi. Bunday ulkan hujjatlar massivini batafsil o'rganish juda ko'p vaqt talab etiladi. Biroq jurnalistlar allaqachon Epstein hujjatlarida qaysi mashhur shaxslar tilga olinganini aniqlashga ulgurdi. Epstein nufuzli do'stlar topishni yaxshi bilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, hozirga qadar Epstein arxivlaridan 6 million sahifaning 3,5 millioni oshkor qilingan. Qolgan hujjatlar esa turli sabablarga ko'ra e'lon qilinmayapti. Jumladan Epstein va Maxwell harakatlaridan jabrlangan shaxslarning xavfsizligi va shaxsiy hayotini himoya qilish asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Shu bilan birga Kongressdagi demokratlar Donald Trump ma'muriyatining bu masaladagi halolligiga shubha bilan qaramoqda. Sababi Trampning o'zi ham bir vaqtlar Epstein bilan yaqin aloqada bo'lgani ochiq aytilgan. Demokratlar endilikda hujjatlarning to'liq arxivini oshkor qildirish uchun kurashda davom ettirishlarini ma'lum qilgan. Bu esa Epstein ishi atrofidagi sirlar hali uzoq vaqt jamoatchilik e'tiborida bo'lishini ko'rsatmoqda. Epstein ishi oddiy jinoyat emas, balki pul, hokimiyat va tizim qanday qilib yillar davomida haqiqatni yashira olishini ko'rsatib bergan ayanchli misoldir. Bu voqea jamiyatga shuni anglatadiki, katta boylik va kuchga ega odamlar uzoq vaqt qonundan ustun bo'lib kelishi mumkin. Epstein yillar davomida voyaga yetmagan qizlarni aldab, zo'ravonlikka duchor qilgan bo'lsa ham, tizim uni himoya qilgan. Sud jazoni yengillashtirgan va huquq-tartibot idoralari vaqtida chora ko'rmagan. Natijada yuzlab begunoh qizlarning hayoti butunlay izdan chiqqan. 2019-yil
tildagi hibs va undan keyingi sirli o'lim esa bu ishni yanada murakkablashtirdi. Rasmiy bayonotlar jamiyatni to'liq ishontira olmadi va savollar ochiq qoldi. Kimlar himoya qildi, kimlar foyda ko'rdi, nima uchun haqiqat oxirigacha ochilmadi? Epstein ishi bugun ham dunyo bo'ylab muhokama qilinmoqda. Chunki bu faqat bitta odam haqida emas, bu tizimning zaifligi, adolatning kechikishi va jabrlanuvchilarning ovozi qanday qilib yillar davomida eshitilmay qolish haqida. Eng muhimi esa bu voqea jamiyatga ogohlantirish bo'lib qoladi. Agar jinoyat vaqtida to'xtatilmasa, agar kuchli shaxslar javobgarlikdan qochsa, oqibat doimo yanada og'ir bo'ladi. Xo'sh, dunyo ijtimoiy tarmoqlarining diqqat markazlarida bo'lgan Epstein oroli va ishlari u o'lmaganida qanday jazoga loyiq bo'lar edi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va videoni ko'proq odamlar ko'rishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.